شرطة حديث عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري. أبي بكر أبي موسى الأشعري خبرته قال سمعت أبي تجاه العدو يقول. يعني أبو بكر o'zining adisidan xabarita. Ya'ni hadisga kirgancha kirish so'z musulmon askari bilan dushman askari uchrasha. Musulmon askari bilan dushman askari uchrasha ham bir-birini qarab turganda Abu Musa Abi Bakr ibn Abi Musa'ning al-Ashri atisi shu dushmanlarga qarab ayta shunday so'zlar. Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul, ya'ni bu sug'ish oldidan yaqul innas suyufa mafatihul janna. Shunniqta qilichlar jannatning ochqichlari bo'lib turadi deb aytadi. Musulmonlarga aytadi. Ya'ni dushmanlarga qarab turadi sug'ish oldidan. Ayta, shunita men Allohning elchisining nima deb aytganini eshitdim. Qilichlar jannatning ochqichi bo'lib turadi. Anta faqala lahu rajulan rassu hayati. Shunda musulmonlar orasida bo'lgan bir shiqsiz qiyofatli, ya'ni shashlari to'zib o'tgan bir kishi ayta, sen bu so'zlarni Allohning elchisidan eshitdingmi dey. Qala na'am. Shunda bu kishi ayta, ayyidi. Fasalla sayfahu wa kasara ghimdahu waltafata ila ashabihi wa qala aqra'u alaykumus salam. Shundan so'ng bu shashlari to'zgan kishi bu so'zlarni eshitgach aytadi, sen buni Allohning elchisidan eshitdingmi bu so'zlarni dey. Ayyidi. Bu so'zlarni eshitgach qilichin shig'ara ham qilishi tiqa turgan o'rinda narsa aytlaydi. Qilich qo'ya turgan o'rinni sindirib ata, ya'ni boshqa qilichdan da qaytarmas uchun ham do'stlarına burib musulmonlarga ayta, sizga salom dey. Ya'ni sog'lashib ayta, assalomu alaykum dey. Summa taqaddama ila al-adu faqatala hatta qutil. Shundan so'ng u irg'ilab dushmanlarga toba ham shu sug'ishda halak bo'lgancha sug'isha. Shu sug'ishda halak bo'lgancha sug'isha. Bu hadisda yaxshi amallarga oshiqu. Shunga ko'ra sahobalar, tabiinlar, bizga qadar bo'lgan salaflar, ular bizning shekilli bo'lmadilar. Jannat bilan oxirat bilan dunyo orasida saylov bo'lganda ular eng birinchi saylovni qo'ya qo'ydilar. Oxirat masalasini, jannat masalasini. Ularning barliq amallari jannat tirali aylandi. Ya'ni jannatga erishish uchun narsa ishlarga. Hatto ular payg'ambarga kelib so'radilar: "Ey Allohning elchisi, menga eng yaxshi amalni ko'rsatadi" deb. Ham bu kishi degan shu sug'ishda o'lib jannatga kirasin bilgachdim, shundoq sug'ishga irg'ala. Shundoq sug'ishga bizga kelganda biz boshqa o'zimizning dunyomizni qaraymiz. Dunyomizni qaraymiz, shu ishdan orib endi bir narsa xayr qolmagach, qaytib vaqt qolsa, ozgina narsadir dindan nidir ishlarga jinamiz. Ham endi kunlik namozimizdan kirib tez o'qib chiqamiz, tong shu dunyoga oshqolamiz. Shunga radiyallohu anhum va radugan. Alloh ulardan rizo bo'ldi, ham ular Allohdan rizo bo'ldilar. Kila Badr sug'ishida musulmonlar bilan dushmanlar orasida bo'lgan eng birinchi sug'ish nima sug'ish? Badr sug'ishi. Ham shulay musulmonlar bilan dushman uchrashqachdan dushman askari 1000 dan ortiq bo'ladi. Musulmonlar 300 kishi, qilichsiz, otsiz, jayov. Ham shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayta sug'ish oldidan sahobalarga: "Qumu ilal jannati arduha as-samawati wal ard." Kengligi ko'klar ham yerlar xatli bo'lgan jannatga turg'iz deydi musulmonlarga ayta sug'ish oldidan. Ham shunda bir sahaba turib ayta, uning ismi Umayr ibn al-Hammam. Umayr ibn al-Hammam turib ayta, ey Allohning elchisi, jannatning kengligi ko'klar bilan yerlar xatlimi dey? Eye dey. Hozir men shu sug'ishda o'sam shu jannatga laganmi dey? Eye dey. Ham ol kisasidan chiqarib xurmo yemishlari oshab turadigan bo'la. Xurmo yemishlari oshab turadigan bo'la ham ayta, unda bir necha xurmo yemishi qola qo'lida ayta, bu dunyoda qolu shu xurmo yemishin oshab bitirgancha ko'pmi vaqtda, nechadir minut. Bu shu xurmo yemishin oshab bitirgancha qolirlik vaqt bu dunyoda bek ko'p dey.
Бик күп ди. Хөрмә җимешен тотып атадан йөгерә дошманнарга таба. Һәм шунда шушы сугышта үлә. Һәм шушы сугышта үлә. Шуңа күрә бу хадистә нәрсә? Яхшы гамәлгә ашкыну. Менә без бу хадисләрне алабыз ни өчен? Ни өчен укыйбыз без? Шушы хадисләрне тормышка ашыру өчен. Ишеттек без күршегә яхшы мөнәсәбәт. Шунда ук шуны эшләргә тиешбез. Ишеттек без туганлык җепләрен ныгыту турында хадислар. Шунда дәрестән соң телефоннарыбызны алып туганнарыбызга шалтыратырга тиешбез. Ишеттек без садака турында. Шунда ук кулыбыздан килгәнчә садака бирергә тиешбез. Баракаллаһу фикум. Аллаһу а'лам.